Хегел. Сегодня у нас с вами вопрос-ответ. Норм или стрём afso'nkalar o'rtasida. Поехали. Boshlayapman. Real boshlayapsizmi? Repetitsiya qilyapsiz deb o'yladim. Xafa bo'lmadim deb arazlab olish norm или стрём? Strёm, конечно. Раз xafa bo'ldim, lutfi dangal javobini aytsin. Ichimdagini top demaydi, qo'shqovoq qilib o'zlab yurgandan ko'ra. Bu bilsin, aybini chetdan, keyin shunga qarab keyin qilmasin. Strёm. Ovsinni bolalarini urish norm или strёm? O'zi aslida, я думаю, стрём. Но bizni uyda bu norm. Bir xil men bolalarimiz, meniyam bolalarimiz solishadi. Umuman уборка qilishni to'xtatib, hammasini sizga tashlab qo'yish. Norm или стрём? Nimaga men savol o'g'irladingiz? У нас миндальная связь. Тогда ответим вместе. Bir, ikki, uch. Для меня это норм. Да, menga norm. His qilish uchun bu norm. Chunki siz qaynonamni shuncha xizmatini qilgansiz, endi siz ham bir mazza qilib, rohatini ko'raysiz, bir dam oling, mayli oyoqlaringiz cho'zib boylab berdim sizga mana. Ko'rdilarmi? Xotinimga erkaliklar, или injiqliklar qilishim norm или стрём? Ну, норм. Я терплю это уже 3 года. Так что boshim og'riyapti, mazam yo'q deb yolg'ondan xonasiga chiqib yotib olish. Это стрём, конечно. Lekin agar haqiqatdan mazasi bo'lmasdan, mazam yo'q, dam olmoqchiman, ish qilish yoqmayapti desa, bu norm. Tushunaman. Chunki kasal odamga menimcha hech kimga yoqmaydi baribir ish qilish. No, kasal bo'lib qolsam, to tuzalgunimcha umuman ish qilmasdan faqat sizga qil desam, norm или стрём? Ну, норм. Nima endi o'lmaysan. Bir umr kasal bo'lsang-ku. Ты же не будешь подыхать. Она болеет, я нервничаю. Как можно не пить лекарства, скажите мне?